Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 28-oktyabr navbatdagi 7 go'sht do'konimiz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Sadir akaga tayyorlab berdik. Sadir aka o'zi kelib ko'rmadi do'konni, sal masofa uzoqlik qildi. Bizga ishonch bildirib 18 million so'm, misol uchun 36 million dogovor qilgan bo'lsa, 18 million so'mini birdan tashlab berdi. Mana ishonchini oqladik. Xudo xolasa mokri mebel svetda qilib berdik, to'q rangda, juda ham chiroyli chiqdi. Nima deydi? Klient qancha ko'ngli ochiq bo'lsa, do'koni ham zo'r chiqadi. Shunaqa gap borku. Xo'p. Antrazet mebel to'q rangda, 3D emas, mebel to'q. Oldilari antrazet, akfa, zanglamaydigan, to'rttadan oshiq-moshiq. Mana reklamamizni ham yopishtirdik, har bitta do'konga yopishtiryapmiz. Hop. İşlerini olaylik Hasan aka. Holimiz MDF, devor ham MDF. Mana qog'ozini ko'rsatdi. Mana qog'ozi. Mana. Qog'ozni ham berib yuboramiz, garantiya qog'ozda endi. Bu MDF, yangi rangda, tepa plastik. Bo'yini ko'ryapsizlar, standart bo'y 2.30. Orqada ikkita fortishka, ikkita orqada havo almashish uchun. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, kimga shunaqangi do'konlar kerak bo'lsa, respublika bo'yicha dastlabki ustanovka qilib beramiz. Xudo xolasa bugun Qorasuv, Andijon Qorasuvdan zakaz tushdi, 750 kilometrga bizlar turgan ofisdan. Xudo xolasa uni ham yaqin kunlarda yetkazib beramiz. Xullas, masofani qizig'i yo'q. O'zbekistonning xohlagan nuqtasiga dastlabki ustanovka qilib beramiz. Issiq sovuqchiqqa chidamli, utiplyonni do'konlarimizni yetkazib beramiz, xudo xolasa. Kimga shunaqangi do'konlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Rahmat, sog' bo'linglar.